Amerika Adliya Ministerligi oshkorlagan 5 Xitoy jasusi. Amerika Adliya Ministerligining 16 martdagi bayonotida bildirilishicha, ular Xitoy hukumatiga vakillik qiladigan 5 kishining Amerikada Xitoy Kompartiyasiga qarshi o'qitish zotlarni nazorat va parakanda qilganligi sababli ularning ustidan arz sungan bo'lib, buning ichida 4 Xitoy, biri Amerikalik aqtallik ekan. Adliya Ministerligining bayonotida ko'rsatilishicha, ayıplangan 5 kishining ichida Liu Fan, Wang Shujin va Mas'ud Zebros qatorliq uchaylan Xitoy Xalq Jumhuriyatini tanqidlaydigan kishilarni jimiqtirish maqsadida davlat halqigan bostirish planiga ishtirok qilganligi sababli Nyu-Yorkda qo'lga olingan. Lekin Lin Chiming va Sun Chang qatorliq 2 kishi hali ham qochib yurmoqda ekan. Mazkur 5 kishining delosi birdek holda Nyu-York sharqiy rayon tarafidan arz qilingan. Egilinishcha, ayıplanguchilar Amerikadagi bir siyosiy nomzodni, bir san'atchini, shundaqla Hong Kong va Tayvanga aloqador siyosiy faoliyatlarga ishtirok qilgan, demokratiyani yoqlaydigan faoliyatchilarni nishonlagan. Arz qilinganlar orasidagi biraylar 59 yoshli Lin Chiming bo'lib, taftish amaldorining bildirishicha, u Tiananmendagi namoyishning ishtirokchisi va Xitoyni qattiq tanqidlovchilardan biri bo'lgan hamda Nyu-Yorkda davlat majlisi saylamiga qatnashish oldida turgan bir siyosatchini parakanda qilmoqchi, hatto jismoniy jihatdan ziyonkashlik qilmoqchi bo'lgan. Lin Chiming 2021 yil 9-oydan 2022 yil 3-oygacha bo'lgan araliqda o'zining razil niyatini ishga oshirish, ya'ni mazkur nomzodning saylanishiga to'sqinlik qilish uchun Amerikada bir nafar xususiy razvedchik taklif qilgan. Halbuki mazkur xususiy razvedchik Lin Chimingning planini Amerika Federatsiya tekshirish idorasiga, ya'ni FBI'ga ma'lum qilgan va Amerika doiralari shu orqali Lin Chimingning ustidan arz qilgan. U hozir Amerikada emas bo'lib, Xitoyda deb qaralmoqda. Federativ taftish amaldorlarining aytishicha, Lin Chiming xususiy razvedchikni mazkur nomzodning obrazini xunuklaştirishga yoki vayron qilg'uch omillarni paydo qilishga buyurgan. Egilinishcha, Lin Chiming hatto bir fohishi tepib, uni mazkur nomzod bilan munosabat o'rnatqizib, ondan shu orqali uning obrazini vayron qilishni planlagan. Lin Chiming xususiy razvedchikka yozgan uchurida qiz boladan birini top yoki XX ning fohishxonasiga borganligi to'g'risida bir qancha parcha rasm tortib ol yoki shuningdek bir narsalarni tepib chiqqan degan. Bultur 2-oyda Lin Chiming yana mazkur nomzodga jismoniy hujum qilishni o'ylashgan bo'lib, xususiy razvedchikka yo'llagan ovozliq uchurida natijada zo'ravonlikmi qarg'i keladi. Shundaqku, uni urg'in, saylamga qatnasholmag'dak darajada ur. Albatta, bu oxirgi tanlash, o'zing o'ylab baqqin. Mashina hodisasiga uchirsa, u tamoman vayron bo'ladi. Shundaqku, men bilmadim. Yoki saylam kuni o'zi u yerga bora olmasa degan. Arznamada ko'rsatilishicha, mazkur planning nishoni 1989-yili Tiananmen maydonidagi namoyishga qatnashgan o'quvchilar rahbarlaridan biri bo'lib, u shuningdek keyin Amerikaga qochib kelgan va Amerika armiyasida vazifa o'tagan. Ammo mazkur arznamada bu nomzodning ismi tilga ilinmagan bo'lib, faqat ziyonlanuvchilar deyilgan. Taftish amaldorining bildirishicha, ziyonlanuvchi 2015-yili demokratiyani yoqlaydigan namoyishlarga qatnashish uchun Hong Kongga borgan bo'lib, hozir Nyu-Yorkning sharqiy rayonida yashaydi. Xitoy hukumati mazkur nomzodning va uning siyosiy nutqlarining jamoatchilikning diqqatini tortishiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgan. Lin Chiming bu vaqtdagi bir uchurida navbatda biz uning saylanishini xohlamaymiz degan. Mazkur nomzodning shunyan bo'lish ehtimolligi yuqori. Chunki u ilgari Tiananmendagi namoyishga qatnashgan va Amerika armiyasi tarkibida Iroqdagi Amerika askarlarining popi bo'lgan. Shundaqla u Nyu-Yorkning uzun orol 1-rayonida 2022 yildagi o'ttir mazgillik saylamga qatnashish oldida turibdi. Muxbir 7 bolaning dadisi bo'lgan Shungyan bilan aloqalashganida u o'zining oldin qapda chet elda ekanligini, toki muxbirlar o'zi bilan aloqalashganga qadar o'zi to'g'risidagi bu planlardan xabar yo'qligini bildirdi va shundaq dedi. Bu to'liq qo'rqinchli ishdir. Bu ish meni ham hayron qoldirdi, ham g'azablantirdi. Men Amerika fuqarosi, shundaqla Amerika armiyasida 27 yil vazifa o'tagan sobiq harbiyman. Men o'z navbatida
yana xristian popiman. Mening ular bilan hech qanday munosabatim yo'q. Shundaqla Iroq urushini boshdan kechirgan odam bo'lish suhbatim bilan ulardan qo'rqishimmi yo'q. Tangri o'z panoyida saqlag'ay. Federatsiya tekshirish idorasining bildirishicha, Lin Chiming 15 martdagi telefon xotirasida o'zining planining oxirgi tasdiqlanishini kutayotganligini aytgan bo'lib, u saxta salohiyatda parakandachilik silish va suiqasd qilish jinoyati bilan ayblangan. Ilgilanishicha, Lin Chiming Xitoyning istixborot apparati bo'lmish Davlat bexatarlik ministrligining pensioneri va navbatda Xitoy cho'ng quruqligida yashayotgan Xitoy fuqarosi ekan. Agar qo'lga ilinib jinoyati bekitilsa, uningga 10 yillikcha bo'lgan qamoq jazosi berildi ekan. Taftish amaldori Nyu-Yorkdagi Kovens rayonining aholisi 73 yoshli Wang Shujinning Xitoy hukumatining josus ekanligini, bir qancha nafar Xitoy davlat bexatarlik ministrligi xodimlarining qo'mondonligi va kontrolligida maxfiy harakat qiladiganligini bildirdi. Wang Shujin aslida Xitoy Kompartiyasining demokratiyaga moyil 2 nafar sobiq rahbarining sharafiga atab, Kovens rayonida demokratiyani yoqlaydigan bir tashkilot qurgan bo'lsa-mu, 2015-yildan boshlab Xitoy hukumati uchun josuslik qilishga boshlagan. U 16 mart atdiganda qo'lga ilingan bo'lib, 20 yillikcha bo'lgan qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin ekan. Adliya ministrligining bu haqdagi bayonotida shunday deyilgan. Wang Shujin o'zining Nyu-York shahridagi Xitoy diasporasidagilar orasidagi o'rni va inovatidan foydalanib, g'olliq faoliyatchilar, o'qituvchilar, kishilik huquq rahbarlari to'g'risida uchur to'plab, shu uchurlarni Xitoy hukumatiga yetkazgan. U ko'rinishda yistashlikni ifodalash bilan bir vaqtda faoliyatchilar uningga aytgan maxfiyatliklarni, jumladan ularning Xitoyning demokratlashish ahvoliga bo'lgan ko'z qarashini, shundaqla Xitoy Kompartiyasiga qarshi planlangan nutq, yozma va namoyishlarni Xitoy hukumatiga doklad qilib turgan. Federatsiya tekshirish idorasining bildirishicha, Wang Shujin Xitoy hukumatiga chaqqan kishilardan kam deganda biri o'zining Hong Kongdagi demokratiya parvar faoliyatlari sababli Hong Kongda qo'lga ilingan. Wang Shujin o'z navbatida yana Tibet, Uyg'ur va Mo'ng'ullarni nishonlagan bo'lib, u kim bilan so'zlashish va kimni gapga silib, siyosiy moyilligini egallash jihatlarda Xitoy josuslaridan bevosita buyruq olar ekan. Wang Shujin chet elga josuslik qilish, grajdanlik salohiyatini suiiste'mol qilish va o'zining Xitoy bexatarlik ministrligining planlariga ishtirok qilganlik to'g'risida qonun ijroiyat apparatlariga yolg'on guvohlik berish qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan. Federatsiya tekshirish idorasi yana Nyu-Yorkda o'ltirishliq 62 yoshli Liu Fan bilan 49 yoshli Masu Zibrus hamda Xitoyda turishliq 40 yoshli Sun Changdan iborat 3 kishiga qaratilgan arznamani e'lon qilgan. Taftish amaldorining aytishicha, Sun Chang mazkur shaykining mas'uli bo'lib, Xitoyda turib Liu Fan bilan Zibrusga buyruq tushirdi ekan. U Liu Fanni qonun ijrochilari bilan hamkorlashayotgan ma'lum bir nafar xususiy razvedchikni yollab, shu orqali Amerika davlatlik boj idorasining bir xodimini indakka keltirishga, ondan shu xodim orqali ma'lum bir o'qituvchining boj ma'lum qilish jadvalini qo'lga tushirib, shu jadvaldagi uchurlar orqali mazkur o'qituvchining inovatini to'kishga buyurgan. Bu uchaylan yana Xitoy hukumatini tanqid qilgan o'qituvchilarning san'at asarlarini yo'qotishni planlagan bo'lib, buning ichida Xitoy raisi Xi Jinpingni tajsimon virus molekulasi qilib tasvirlagan haykalmi bor ekan. Federatsiya tekshirish idorasining aytishicha, bu asar bultur atiyozda allakimlar tarafidan vayron qilib o'tilgan. Egilinishcha Zibrus san'at buyumlari savdogari sifatida ma'lum bir san'atkorning studiyasiga kirgan. Ondan shu studiyaga va san'atkorning mashinasiga maxfiy holda kamera va GPS iz qo'g'lag'ich o'rnatgan. Liu Fan bilan Zibrus 15 mart qo'lga ilingan bo'lib, chorshanba kuni tushdan keyin Brooklyn sud mahkamasiga chiqadi ekan. Liu Fan 25 yillikcha, Zibrus bo'lsa 20 yillikcha bo'lgan qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin ekan. Sun Changning hali ham Xitoyda turayotgan bo'lish ehtimolligi yuqori ekan.